Hey, let's go to eat Maratang, guys. I don't eat my breakfast. Hey, ketdik nonushta qilamiz. Men hozir nonushta qilganim yo'q va chiroyli bo'lib yasam oldim. Qani, ketdik. Hop, mana biz yo'lga chiqyapmiz. Hozir restoran qarab ketdik. Bugungi menu lookum. Stitch, small stitch. Koreyada shunaqa moda bo'lgan. Hozir Koreyada bahor. Mana ko'rishinglar mumkin, uje daraxtlar gullashni boshladi. Adashmasam bu cherry bo'lishi kerak. Ha, gilos, to'g'ri, gilos. Hozir men kelayotgan Maratang. Ya'ni bu yer Xitoylarga tegishli, ya'ni Maratang Xitoylar supi, ya'ni biz tillayotgan mastavasi. Mana esa hozir shuni tatib ko'ramiz. Qani ketdik. Atrof mana bunday. Bu yerda bu yerda har narsalar bo'ladi va siz bularni o'zingizga yoqqanini tanlab solasiz va bu yoqqa borsangiz sizga pishirib berishadi. Hozir men yeydigan narsa qo'ziqorin bu. Halol. Halol o'simlik. Bu ham qo'ziqorin. Men ozgina yeyman bundan, ko'p yeyolmayman va ramyonda yana bitta turi. Va men yaxshi narsa tuxum. Okey. Va mana bundan bitta. Bu yerda qo'y go'shti, mol go'shti va cho'chqa ham bor ekan. Va buni krabdan men bitta yetadi menga. Unaqa dengiz I don't eat seafoods. Dengiz anaqalarni men yemayman. Hop, men yana bu yerdan yana kartoshka. Men yashagan narsam kartoshka. Va ozgina qo'ziqorin. Ozgina qo'ziqorin. Hop, va yana bu tofu anaqalar hammasi mana tofudiki so it's okay to eat. Hop, menga shu bo'ladi. Shu bo'ladi menga hozircha. Sev. Mana bu yerda achchiqlikni tanlaysizlar hozir. Ilkdan keyin. Megamsamda. Hop, bu yerda narsa taragandan keyin o'lchaydi va shu grammiga qarab pul to'laysiz va sizga aytadi. Birdan turgacha qaysi achchiqlik turini tanlaysan deydi. Siz o'zingizga mosini tanlaysiz. 1, 2, 3. 1, 2 bu o'rtacha. 3 o'ta achchiq, 4 umuman chidab bo'lmaydigan darajada achchiq bo'ladi. Va nima desam ekan, bu Maratangda pirish taraflaridan biri. Nima desam ekan, hovuzda yeganda lovlab turibdi. Va shu ham ancha anaqa effektli mana. Let me take my mic. Bu ovqatga qanaqadir sehrli ta'm beradi. Hozir kesin ko'ramiz. Bu ovqatni vatani Xitoy va bu Koreyada shu 2000-yillardan boshlab mashhurlikka erishdi va bu hozir ancha yoshlar orasida va deyarli har bitta chet ellik orasida o'ta mashhur ovqat. Ya'ni nima demoqchiman? Bitta chet ellik mehmon qilmoqchi bo'lsangiz, shu yerga olib kirsangiz ham ancha xursand qilasiz. Shunaqa gaplar.
Va bu yerda men kirgan yerda maratang'osiz tekinga hisobis berar ekan. Va bu yaxshi. Shunda ovqatim keldi. Men ko'k piyoz bilan chesnakni yaxshi ko'raman. Shuning uchun hozir ozgina olganman. Hozir ko'rsataman sizlarga. Mana biz ovqatimiz maratang. Shirin va hozir yeb ko'ramiz. Qani. Supiga bir daqiqa. Yomon masa. Qanaqadir o'ta mazali edi mana. Ozgina yeysiz va qanaqadir nordon ta'mni his qilasiz. Undan keyin shirin va sho'rtak va hammasi mix. Va ozgina achchiq ham. Mana qarasang. Bas. Mana buni yeb ko'ramiz qarang. Eslarda bo'lsa men bitta uzun tayoqchada ikkita narsa turadi-yu. Sariq narsa. Ashini men ko'proq olishni yaxshi ko'raman, lekin bu har bitta chop donasi 1000 so'mdan, ya'ni 1000 wondan. Bular maratanga tushgandan keyin suvni o'ziga shimib oladi. Shuning uchun yeyotganingizda suvli bo'lib turadi. Shunisi menga yoqadi ko'proq. Shunaqa gapiram. Okay. Menga bo'lsa yoqimli ishtaha, sizlar bo'lsa sizlar bilan bo'lsa keyingi videolar ko'rishguncha. Bye bye guys. See you next time.